Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan navbatdagi g'alabani bo'lishmoqchiman. Xudo xolisa Farg'onalik opamiz ham zapreslarni tugatib, Rossiyaga kirgizib mana 27 noyabr kuni Sankt-Peterburg aeroportidan videolarni tashlab yubordim. Mana biletlarni ham yozganmiz. Ishni oxirigacha o'zimiz nazorat qildik. Xudo xolisa mana kirib ketdi. Qonuniy holatda ochildi zapreti, основаниялari bilan bo'ldi. Borgandan keyin bemalol dokument qilsa bo'laveradigan holatda bo'ldi. Bu opamiz 4 oy oldin bizga Farg'ona, Toshkentdan kelib bizga zakaz berdi. O'z Toshkentda yashaydi ekan. Videolarimiz, hamma dogovorlarimizni ham videolar qilib olganmiz. Ishonchli holatda bo'lishligi uchun tekshirdik, hamma nazorat qildik. Mana bu videolari ham bor. Xudo xolasa ishini tugatib jo'natib yubordik. Kelishilgan vaqtdan ozgina ko'proq vaqt ketdi, lekin Xudoga shukr yuzimiz yorug' bo'lib, hozir mana Rossiyada yuribdi. Hammaga rahmat. Kimda qanaqa muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi.